Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. 8-belletimizda test savollarini tahlil qilib chiqamiz. Birinchi savolimiz: chorraha oldida bu belgi o'rnatilgan bo'lsa, haydovchi qanday yo'l tutishi kerak? Demak, ushbu belgimiz nomi to'xtamasdan harakatlanish taqiqlanadi belgisi. Demak, bu belgida kesishadigan yo'l bo'ylab harakatlanayotgan transport vositalari yo'l berish uchun to'xtash chizig'ida bir yo'nakli to'xtash chizig'i bo'ladi. Chizig'ida to'xta u yo'q bo'lsa, kesib o'tiladigan qatnov qismi chetida to'xtashi kerak. Demak, F javobimiz to'g'ri. Ikkinchi savol: qaysi yo'nalishda harakatlanish taqiqlanadi? Xo'p, bu yerda e'tibor beradigan bo'lsak, o'ngga burilish taqiqlanadi belgi bor. Bu belgi qaysi kesishma oldiga o'rnatilsa, mana ushbu belgimiz qaysi kesishma oldiga o'rnatilsa faqat shunga ta'sir etadi. Demak, o'ngga burish taqiqlanadi, o'ngga ikkinchi yo'nalishga. Keyingi savolimiz: yotiq chiziqning uzluksiz sariq chizig'i nimani bildiradi? Demak, ushbu chizig'imiz transport vositalarining to'xtashi taqiqlangan joyini bildiradi. Qaysi yo'nalishga harakatlanish ruxsat berilgan? Tartibga soluvchining ushbu ishorasida o'ngga birinchi yo'nalishga ruxsat etadi. Transport vositalari chorrahadan qanday tartibda o'tadilar? Bu yerda ko'k avtomobil bilan qizil asosiy yo'lda. Endi ko'k avtomobil chapga yurganligi uchun ro'paraga yo'l beradi. Demak, birinchi bo'lib qizil avtomobil o'tadi, ikkinchi bo'lib ko'k bilan sariq ayni vaqtda va oxiri yashil o'tadi. Demak, to'g'ri javobimiz demak, qizil, ko'k, sariq bilan bir vaqtda yashil. Shu javobimiz to'g'ri. Ya'ni birinchi bo'lib qizil o'tib ketadi, ikkinchi bo'lib ko'k bilan sariq ayni vaqtda, uchinchi oxirgi bo'lib yashil o'tadi. Keyingi savol: haydovchi manyovrni bajarishda burilish ko'rsatkichlari bilan yorug'lik ishorasini har doim ham berish kerakmi? Kerak emas, agar harakatning boshqa qatnashchilarini chalg'itishi mumkin bo'lsa. Suratlarning qaysi birida quvib o'tish ko'rsatilgan? Agar transport vositasi qarama-qarshiga o'tib quvib o'tsa, bu quvib o'tish bo'ladi. Bir yo'nalishda bo'lsa, o'zib ketish. Demak, bu yerda quvib o'tish ko'rsatilgan A-da. Haydovchi o'z joyidan ketishi yoki transport vositasini qoldirishi mumkin agar u transport vositasining o'z-o'zidan harakatlanishi yoki undan haydovchi yo'q vaqtda foydalanishga yo'l qo'ymaydigan zaruriy choralarni ko'rgan bo'lsa. Son suyagi 3/1ning pastki qismi singanda jarohatlangan odamni transportda tashish uchun taxtagach qanday qo'yiladi? Xo'p, demak, ikkita taxtagach oyoqni ichki va tashqi tomonidan qo'yiladi. Bittasi oyoq to'pig'idan qo'ltiq chuqurigacha, ikkinchisi to'piqdan chovgacha. Demak, shu javobimiz to'g'ri. To'xtab turish tormoz tizimi qanchadan kam bo'lgan qiyalikda M toifadagi avtotransport vositalari harakatsiz holatda ushlab tura olmasa, bu transport vositalari foydalanishdan taqiqlanadi. Ya'ni M toifadagi bular barchalarini aytyapti. M1, M2, M3 bular yo'lovchi tashiydigan transport vositalari qiyaliklarda, tik qiyaliklarda, ya'ni nishabliklarda deymiz, to'xtab turish tormozi 25% qiyalikda ushlab tura olsa, demak u soz bo'ladi deyapti. Lekin shu 25% qiyalikda to'xtab turish tormozi ushlab tura olmasa, demak nosoz, foydalanish taqiqlanadi. Qisman ortish usuli bilan avtomobilni shatakka olishda yo'lovchilar qayerda bo'lishlari mumkin? Demak, shatakka oluvchi avtomobilning kabinasida ruxsat etiladi. Qaysi javobda ruxsat berilgan harakat yo'nalishi to'g'ri ko'rsatilgan? Bu yerda qayilib olish belgi doimiy belgi hisoblanadi. Harakatlanish to'g'riga buyuruvchi belgi esa vaqtinchalik. Doimiy belgi bilan vaqtinchalik belgi bir-biriga zid kelsa, vaqtinchalik belgi ustuvor hisoblanadi. Doimiy belgi o'z ahamiyatini yo'qotadi. Demak, bu yerda to'g'ri ko'rsatilgan faqat to'g'riga.
To'xtash taqiqlangan belgisi bilan birga bordyurning usti bo'ylab uzluksiz sariq chiziq chizilgan joyda yo'lovchilarni tushirishga ruxsat etiladimi? Ushbu sariq chizig'imiz yo'l qatnov qismi chetiga yoki to'siq bordyur ustiga chiziladi. Bunda faqat belgilangan yo'nalishdagi transport vositalariga ruxsat etiladi. Temir yo'l izlarini qayerda kesib o'tishga ruxsat etiladi? Kesib o'tish uchun belgilab qo'yilgan joylarda. Chorrahadan ikkinchi bo'lib o'tadi. Demak, shu holatda qizil va ko'k avtomobil asosiy yo'lda, yashil bilan sariq esa ikkinchi darajali yo'lda. Demak, bu yerda birinchi bo'lib qizil o'tadi, chunki ko'k chapga yurganligi uchun ro'paraga yo'l berish kerak. Ikkinchi bo'lib ko'k avtomobil bilan sariq bir vaqtda, chunki bir-biri bilan yo'llari kesishmaydi. Sariq o'ngga yuryapti, ko'k chapga yuryapti. Ikkalasi bir-biri bilan kesishmayapti. Shuning uchun ikkinchi bo'lib ikkalasi bir vaqtda yuradi. Birinchi bo'lib esa qizil avtomobil yuradi. Demak, savolda ikkinchi bo'lib deyapti. Ko'k avtomobil sariq bilan bir vaqtda. Qaysi holda avtomobilning ag'anab ketishiga qarshi turg'unligi ortadi? Og'irlik markazi pastda joylashganda turg'unligi ortadi. Hamma tasmalar band bo'lgan serqatnov harakatlanish vaqtida qayilib olishga ruxsat etiladimi? Istalgan paytda ruxsat etiladi. Yo'l serqatnov bo'lsa ham faqat qayilib olish taqiqlanadi belgisi yoki qayilib olish taqiqlangan holatlar bo'lmasa bo'ldi. Qayilib olish qoidasiga amal qilib ruxsat etiladi. Haydovchi qayta tizilishdan va harakatlanish yo'nalishini o'zgartirishdan oldin nima qilishi zarur? Shu manevr xavfsiz bo'lishiga va harakatlanishning boshqa qatnashchilariga xalaqit bermasligiga ishonch hosil qilishi. Tos suyaklari singanda birinchi yordam qanday ko'rsatiladi? Xo'p, demak, shikastlangan qattiq tekis yuzaga yotqizish, bukilgan va ikki tomonga kerilgan tizzalarning bo'g'inlari ostiga g'o'la shaklida o'rab qo'yish. Sanab o'tilgan shartlarning qaysi birida transport vositalaridan foydalanish taqiqlanadi? Demak, F1 oyna tozalagichlar belgilangan tartibda ishlamaydi, foydalanish mumkin emas. Ishlatilgan gazlarni chiqarish tizimi nosoz. Ishlab chiqarilgan korxona tomonidan ko'zda tutilgan orqa himoya vositasi, loy to'sgich va sachratmagichlar bo'lmasa. Demak, sanab o'tilgan barcha nosozliklar bo'lsa, barchasi ushbu 3 ta nosozlikni nazarda tutyapti. Uchala javobda demak, foydalanish taqiqlanadi sanab o'tilgan hamma sharoitlarda.